Qayerdandir chiqqan virus bir zumda butun dunyoga tarqaldi va odamlar aqldan ozib, titanlashgan zombilarga aylanishdi. Agar filmni to'liq holatida o'zbek tilida ko'rishni xohlasangiz, Telegram kanalimizga tashrif buyuring. Video boshidayoq like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Men esa videoni boshlayman. Film voqealari Shotlandiya tog'larida boshlanadi. Bolalar televizorda meni videolarimni tomosha qilayotgan paytda qo'shni xonada kattalar janjallashmoqda va birdan ota-onalar aqldan ozib bolalarga hujum qiladi va bolalardan faqatgina Jimmy ismli bola qochib qutuldi. Jimmy cherkovga boradi, chunki otasi ruhoniy ekan. Erkak qiyomat boshlangani haqida gapira boshlaydi va bola bu yerdan qochishga majbur bo'ladi. Otasi ham zombilar tomonidan o'ldirildi va Jimmy butunlay yolg'iz qoldi. Tez orada virus butun dunyo bo'ylab tarqaladi. Tirik qolgan odamlar esa kichik jamoalarga bo'linib karantin zonalarida yashashga majbur. Kasal yuqtirganlar esa hayvon go'shti va hatto daraxt po'stlog'i bilan ham oziqlanar ekan. Karantin orollaridan birida Spike ismli bola onasi Ayla bilan yashaydi. Ayla kasal, tez jahli chiqadi va xotirasi tez-tez yo'qolib qoladi, ammo orolda uni davolaydigan shifokor yo'q. Spike otasi Jamie bilan birinchi marta katta yerga chiqishga tayyorlanadi, chunki u balog'at yoshiga yetgan va sinovdan o'tish kerak. Qariya Semni Aylaga qarash uchun qoldirib, ular yo'lga chiqishadi va qoidaga ko'ra, ular qaytmasalar hech kim ularni izlamaydi ekan va ular katta yerlarga o'tib olishadi va u yerda bir nechta yuqtirganlarga duch kelishadi. Jamie Spike'ni zombilarni o'ldirishga o'rgatadi va u sinovdan bir amallab o'tib oldi. Yo'lda otasi unga zombilardan ham xavfliroq jonzotlar borligi haqida gapiradi. Bu qanday jonzotlar ekanini esa kommentariyada yozib qoldiring. Ular bir uyni tekshirib chiqayotganlarida yuqtirgan zombilar ularga hujum qiladi. Ularning ichida 2,5 metr keladigan alfasi ham bor ekan. Ota va o'g'il esa cherdakka yashirinib olishdi. Jamie o'g'liga alfalar juda ham tez va kuchli bo'lishini va ularning ilonchasi ham oddiy iloncha emas, 40 santimetrlik piton ekanini tushuntiradi. Kechqurun bola cherdakning derazasidan qarab, tutun chiqayotgan joyini ko'rib, u yerda kim yashaydi deb otasidan so'raganda, erkakning so'zlariga ko'ra, u yerda zombi emas, lekin aqldan ozgan odam yashaydi ekan. To'satdan zilzila boshlanadi, chunki yaqin atrofda yosh kelin-kuyov chimildiqqa kirgan ekan va oqibatda uy qulashni boshlaydi. Shundan so'ng Jimmy va Spike tezda boshpanani tark etib, orollarga qarab yuguradi. Suv hali to'liq ketmagan bo'lsa-da, ular botinkalarni yechib, bir muncha chuqur joydan o'tib olishdi. Yo'l o'rtasida esa orqalaridan qarg'alar to'dasi va alfa quvlashni boshlaydi. Ular qishloq devoriga yetib borib signal beradi va qo'riqchilar o'q otishni boshlaydi. Ammo alfani to'xtata olishmadi, ammo arbaletdan otilgan nayza uni yiqitdi. Shu joyda pauza qilib videoga like bosib qo'ying. O'zim uchun so'rayotganim yo'q, yangi videolar ko'proq chiqishi uchun so'rayapman. Like'lar soni ko'p bo'lsa, yangi videolar soni ham ko'payadi va video qanchalik qiziqarli bo'lishi ham bosgan likeingizga bog'liq. Like'lar uchun oldindan rahmat. Qishloqda Spike'ning sinovdan o'tgani sharafiga bayram o'tkaziladi. Otasi esa buni boshqa bir begona ayol bilan yalab-yulqashib nishonlamoqda. Buni esa Spike ko'rib qoldi. Sen bolakayga katta yerdagi tutun aslida shifokor Kelsonniki ekanini aytadi. Bu orolda yagona bo'lgan, ammo aqldan ozgan shifokor. Spike ertasi kuni otasidan nima uchun Kelsonga onasini davolatmaganini so'raydi. Jamie esa o'tmishda Kelsonni jasadlarini yig'ib yoqayotganini ko'rganini, shuning uchun uni telba deyishlarini tushuntiradi va Spike otasini onasining o'lishini kutayotganlikda ayblaydi, yangi xotinga uylanishi uchun. Ertasi kuni u otasidan yashirincha darvoza qorovullarini chalg'itib onasi bilan katta yerga jo'nadi va Ayla yo'lda vahimaga tushsa-da, Spike uni davom etishga undamoqda. Kechasi bir ibodatxonada tunab qolishdi. Spike navbatchilik paytida uxlab qoladi, ammo onasi uyg'onib hujum qilgan zombining boshini tosh bilan yorib o'ldirdi. Ertalab esa buni eslolmayapti. Ona bilan bola gul bilan lola sariq gullar orasidagi dala bo'ylab ketishmoqda va Ayla o'g'lini otasi deb o'ylab eski voqealarni aytmoqda. Ular ozg'in, non yemagan qonikam zombini uchratadi, Spike uni o'ldiradi, qon esa onasining yuziga sachraganida bola ehtiyotkorlik bilan artmoqda va ular boshqa zombilardan qochib benzin quyish shoxobchasiga kirib olishdi.
Ichkarida ular endi o'ldim deganda, to'satdan harbiy paydo bo'lib, ichkariga bomba tashlab, ona va bolani qutqarib oldi va ma'lum bo'lishicha harbiyning ismi Erik ekan va uning maqsadi yo'q, bemaqsad bo'lgani uchun ularga qo'shildi. Yo'l-yo'lakay Erik Spike'ga sevgilisining suratini ko'rsatadi. Bola uning lablariga va mamasiga qarab, "Bu nima bu, ari chaqqanmi?" deydi. Chunki bu bola Botex degan narsalarga tushunmaydi. Telefon batareyasi tugagandan so'ng Erik uni tashlab yuboradi, endi foydasi yo'q deb. Yo'l davomida Ayla baqirayotgan ovozni eshitib, tashlandiq poyezdga kirganda homilador zombi tug'ib yotgan ekan. Ayla unga rahmi kelganidan doyalik qilib tug'ishiga yordamlashadi, ammo tuqqandan so'ng ularga tashlandi va Erik uni otib tashlaydi va chaqaloqni ham yo'q qilmoqchi. Biroq to'satdan shu payt Alfa ularga hujum qilib, Erikning boshini uzib oldi va mening taxminimcha boyagi zombini mana shu Alfa homilador qilgan. Chunki u 40 santimetrlik narsani nimaga osiltirib yuribdi ishlatmasa, to'g'rimi? Alfa ona bolani quvlamoqda va tanasiga yod surtilgan odam paydo bo'lib, puflama naychadan morfinli o'q otib Alfani hushsiz qilib qo'ydi va bu yod surtib olgan masxaraboz shifokor Kelsin ekan. U ularni o'z lageriga olib boradi va u yerda odam suyaklaridan tayyorlangan ulkan tog' bor ekan. O'rtada esa bosh suyaklaridan tayyorlangan minora. U Erikning boshini qaynatib, xuddi kallapacha tozalaganday tozalab, kolleksiyasiga qo'shadi va Spike'ga joylashni topshiradi. Chaqaloqni tekshirib, sog'lom ekanini deb qo'y. Chaqaloqni tekshirib sog'lom ekanini va unga sut kerakligini aytadi, lekin bu yerda emizadigan odamning o'zi yo'q. Aylani esa sut qochib ketgan. Shifokor ayolni ko'rikdan o'tkazib, miyasiga tarqalgan saraton tashxisini qo'yadi. Shundan so'ng ayol o'g'li bilan vidolashib, Kelsin bilan o'rmon tomonga ketadi va telba doktor morfin dozasi bilan ayolning hayotiga nuqta qo'ydi. Morfin sila. Kelsin uni ham boshini kallapacha qilib tozalaydi va Spike onasining bosh suyagini minoraning eng yuqori cho'qqisiga yuzini sharqqa qaratib qo'ydi va kutilmaganda Alfa lagerga qaytib ularga hujum qiladi. Spike morfinli shpris bilan uni yana uxlatdi va shundan so'ng chaqaloq bilan orol tomonga yo'l oldi. U chaqaloqni darvoza ostiga qo'yib, otasiga xat qoldirib, o'zi esa katta yerda yashashga ketadi. Xatda yozilishiga qaraganda, bola bundan keyingi hayotini yolg'iz kurashib davom ettirmoqchi va chaqaloqqa g'amxo'rlik qiyinlar u zombidan tarqaganda edi va unga Ayla deb ism qo'ygan ekan. Oradan 28 kun o'tib, baliq pishirayotgan Spike'ga zombilar hujum qiladi va u birini otib o'ldirib qolganiga esa duxi yetmasdan qochmoqda, ammo yo'lni to'sib turgan tosh to'siqqa duch keladi. To'satdan to'siq ustida sport kiyimida turgan bir nechta odamlar paydo bo'lib, "Oktagon liga! Menga jang ber!" deb baqirishadi va ular barcha quvlab kelayotgan zombilarni o'ldirishadi. Shundan so'ng ulardan biri o'zini tanishtiradi. Bu o'sha film boshida tirik qolgan Jimmy ekan. Doktor balki ayolni aldagandir saratonga chalingansan deb bosh suyagini olish uchun. To'g'rimi? Siz nima deb o'ylaysiz? Albatta kommentariyada yozib qoldiring. Menga sizning fikringiz qiziq. Videoga like bosib, keyingi videolarni o'tkazib yuborishni istamasangiz, kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmang.